Ilhom aka, nomard so'ramadim-da, endi mashinada nuqsonsiz bo'lib turgan joyi yo'q-da. Nuqsonsiz bo'lib tursa edi, aka oladimi olmasak? Ishoning. Septir olib kelsam, baribir shu bo'lganda aka, shu qayerqadir tekkizgansiz, pachoq bo'lgan aka, chiqartirgansiz, baribir nuqsonda bu aka. Nuqsonga o'tadi u. Rost ishoning, bekami ko'smaslikdi-ku. juda ana kattalar aka, u yarim puli bo'ladi to'g'risi. Ya yarim puli nima? 8 ga so'radi aka, tirikchilik bolalar so'radi. Tirikchilik, noyman so'radi. Ko'rdingizmi, men ulardan baland ola olmayman-da aka. Men bu yoqqa yo'q aka, men bu yoqqa mashina olib sotayotgan yigitlardan baland olib xalqqa beradigan bo'lsam, mendan nima naf bular? Nima foyda bular aka? Ochiq yuringda, nima foyda? Bir so'm bo'lsam arzon olay, haybini bilib olay deb kelib turibdi shaqqa odamlar borki. Bekorga kim kelib turgan yo'q. Yo, men o'zim ko'rib beraman. Kimdirga misol olsam ham ko'rib beraman u narsani. Aqlim yetgan savdoni qilaman aka. Ilhom aka nomard so'ramadim aka. Ilhom aka, qarang. Martcha guring qilsam, martcha guring qila olasizmi? Ishtali, ayting. Bo'ladi, yo'q. Xafa bo'lmaymizmi? Mart kelganga mart kelasizmi? 1.5 so'm endi ko'rayotganingiz yo'q, shuni yarim pulga sotyapsiz, o'zi ichida aytishyaptiki, bitta guringdan bo'ladigan bo'lsa, men shuni 68 sotaman. 67 bilan naq qo'lingizga beraman. Barakangiz bormi? Endi aka undada. Aka, bunday guring qilmang endi. Men 68 sotaman shuni. Men bir mashina olib sotayotganga bermayman, bir dehqonga beraman aka. Bering. O'sha vaqtda o'sha 8 so'raganga 72 narxi. Aka, unda. O'tgan narsa uchun qayg'urmang. O'tgan narsa o'tib ketdi. Yo'q, eshiting. Men 8 olib 9 sotamanmi? Nima qilaman aka keyin? Yo'q, aka, baraka topish uchun. O, baraka topib turlar, men mashinalaringizni bilmayman, sotaman. Gapni eshiting aka. Dehqon hech kim olib, minayotganga so'rayotgan ular. O'sha yerga qo'yib sotib, men kimdir oladi-da, 1 million. Shunday aka, bitta guringdan marketingga marketing 1 million uchun o'zi savdoyingizni o'zi qochirmang. 67 million so'radim, 68 million sotaman. Kirgan bilan yer beton kerak bo'lmaydi-da. Katta zarar aka. Yo'q aka, shuncha zararda 1 million bitilmay ketar aka, bir shahar qurmasiz aka. Bilmang aka. Sotayotgan niyatingiz yo'q aka. 67 million so'rayapman aka. Bundan yo'qda aka, bir barakangiz bormi, xayringiz bormi? Aka bir guring. 500 ming qo'shaman. Ya aka, bundan aka sotmayman. 68 man sotaman deyapman aka. Hurmatli Akmal aka, 500 ming qo'shing. Ya xayri borga baraka bo'ladi, 1 million so'm so'rayapman aka. Buni aka mana temir. 8 so'raganga 72 deydi ham. 8 kilo mana xayri yana 500 ming o'tib ketdim aka mana. 500 ming o'tgani? Mana hurmatli so'ra 500 ming o'tib ketdim. Baraka. Ayting, ma'lumotini ayting. Texnik bering. Bering texnik. Akalar ko'ringlar, kimga Damas kerak bo'lsa, 2024 44 ming yurgan, kraskasi yo'q, ikkita joyi ham hakimi bor. 44 ming yurgan. Necha pulga oldim aka? Shunday qilib. 67 million 500 ming so'm sotdim men. Ha, 1 million qo'yib sotaman mashinangizga. 68 million 500 ming so'm kim olsa? Odillar, qarang, qarshi kelyapsiz. Internetga ko'rding Instagramda. Instagram rost ekanmi? Qarang. Mana bu odamdan hozir mashinalarni savdo qila oldim. Necha pulga oldim, eshitdingizmi? 67,5 million. Ha, 1 million so'm qo'yib sotaman, do'stim. Siz shu 1 million qolayotgan pulingizga rozimisiz? Akajon, mashina ustiga 1 million qo'yib sotdim. Ana Farg'onalik yigitga sotdik. Mehmon ekan, bir maza qilib minishsin. Xo'p.